Biror kun maktabga borib ko'ring. Jamoat joylariga borib ko'ring. Salom bermang. Nega deysizmi? Bugun farzandlarimiz beodobmi? Yo'q, ularning otalari beodob. Ularning otalari yosh bolalarga salom bermaydi-da. Bu nima bu? Rasulullohning sunnatlarini qilmaydi-da. Anas ibn Malik Rasulullohning sunnatlari deb har bir yosh bolalarga salom berib chiqardilar. Bu nima bo'ladi? Ham odob bo'ladi, ham sunnat bo'ladi. Shuning uchun farzandlarimizga biz katta va kichikka salom berishlikni o'rgataylik. Biz nimani o'rgatyapmiz? Bolam ana u bilan o'ynama. Nega? U kambag'alning bolasi. Qo'shni bilan falon ish qilma. Nega? San kim, u kim? Birodar, siz kim, u kim? Nima farqi bor uni? Asliyatimiz bir tuproq. Undan keyingi holat ma'lum. Nimadan yaratilganligi ma'lum, hamma bir xil. Xo'p, u bilan bizni farqimiz qayerda? Hech qayerda. Shuning uchun, birodar, farzandlarimizga mana shunday tavozuni o'rgataylik. Bu joyda tavozuli va kibrli odam bor. Yaxshi va yomon odam bor. Odobli va odobsiz odamlarning farqi bilan farzandlarimizni bugun tarbiya qilmoqligimiz kerak.